Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari, sizlar bilan Buno Gaming. Do'stlar, bugungi videoda odamlarga qarshi turnir o'tkazamiz. Bizga beriladigan jamoalar Monaco, Nick, Rennes, Lille, Lyon, Brest kabi jamoalar 6 ta zo'r jamoa beriladi va buni dilisini o'zi tanlab beradi va bizga qaysi biri tushadi 6 tadan va buni 290 ta tangaga olamiz va birinchi o'ringa g'alaba qozonsak bizga 7510 ta tanga beriladi. Bu hazil takam tangam emas. Bu tangani yig'ishga qancha vaqt, mehnat ketadi va qani bo'lmasa biz tanlashni boshlaydi. Do'stlar, bugun 365 kunlik challengening 21-kuni bo'lganligi sababli shu videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Chunki bizning kanalimiz tez orada rivojlanishi kerak. Qani go! Do'stlar, bizga Monaco tushmoqda. Shu 5 ta jamoaning orasida eng zo'ri tushmoqda. Qani go esa bo'lmasa tezroq o'ynaylik. Do'stlar, yana bir narsa, sizlarni zeriktirib qo'ymaslik uchun shu videoni kesib faqat golli joylarni qo'ymoqchiman. Buning uchun shu aytganimdek like bosib qo'ysalaringiz, podдержкада bo'lsalaringiz bo'ldi. Qani go bo'lmasa do'stlar, birinchi o'yinni ham boshlab oldik. Hozirdalikda bizga kim tushadi? Va bizga Rennes tushmoqda. Bu ham zo'r jamoalardan biri, lekin Monacodan qolishi mumkin. Lekin bizni ham yutib qo'yishi mumkin. Uning varatasi 80 holatda. Hozir 19-minut, hali ham 0-0 tarzda ketmoqda. Qani go bolalar. Podдержканы ayamaylik. Ularning jamoasida ketmoqda, hujumga ketmoqda. Bizning himoyachilarimiz bu yerda nima qilmoqda? Qanday bir vaziyatga yo'l qo'yib bermoqda? Xafa bo'lmaymiz, tushkunlikka tushmaymiz. Hali vaqt oldinda. O'sha do'stlar, hali ham 1-0, 30-minut ketmoqda. Bizning hujumchilarimiz ularning varatasini ishg'ol qilmoqda. Yaxshi. 1-1. Qani comeback sari olg'a. Birinchi taym o'z yakuniga yetib, ikkinchi taymning 51-minut ketmoqda. Ularda to'p nazorati kuchli. Endi hujumga o'tmoqchi edi, lekin bizning varatabonimiz kuchlilik qildi. Hozircha yaxshi ketyapmiz paslar bilan. U chiqib ketmoqda. Yaxshi, nima bo'lgan bilmadim, chiqib ketdi. Va birinchi o'yin biz uchun muvaffaqiyatli o'tdi. Ikkinchi o'yinni ko'ramiz, qanday o'ynaymiz, qaysi jamoa tushadi. Nick tushmoqda. Bu ham zo'r jamoa. Qani bo'lmasa ikkinchi o'yinda ham kuzatib turingizlar. Izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Hozircha ustunlik biz tomonda. Himoyachilarimiz ham zo'r ishlamoqda. Yaxshi, paslar bilan zo'r chiqib oldik. Pasda va gol. Yaxshi, 1-0. Monaco yutmoqda. Davay. Do'stlar, 85-minut ketmoqda. Hali ham ular ham biz ham gol olganimiz yo'q, faqatgina 1-0. Yaxshi, hujumga chiqib ketmoqdamiz va pas berdik. Pasdan unumli foydalanib gol urdik. Yaxshi. 90-minutda 2-0 ga g'alaba qozondik va ular chiqib ketmoqda. Qanday bunday qilmoqda? Nega bunday qo'rqishyaptimi? Ikkinchi o'rinda ham muvaffaqiyatga erishdik va 3-o'yinda diqqat bilan tomosha qilamiz. Brest bilan tushmoqdamiz va qaniko bizga omad tilaymiz do'stlar, omad tilaymiz. 10-minut ketmoqda. Hali ham 0-0. Yaxshi, ularda ustunlik to'p bo'yicha. Yaxshi, biz kalada olib qo'ydik va hujumga qarab chiqib ketmoqdamiz. Hujumda va gol urdik. Yaxshi. 14-minutda gol kiritildi. 27-minut va do'stlar, afsuski bu jamoa ham chiqib ketmoqda. Nega?
ketma-ket 4 ta g'alaba qilgan edik. Yana ketma-ket 2 ta jonimiz ketdi. 2 ta jamoadan yutqazib qo'ydik. Nimasi bu? Oxirgi o'yin yo yutamiz, yo yutqazamiz. Lilga qarshi o'ynaymiz. Oxirgi umidimiz shu. Yo yutamiz, yo yutqazamiz. Qani go poddeshkada bo'laylik do'stlar. Himoyachilarimiz ularning hujumini butkul o'zgartirib yubormoqda va biz hujumga qarab ketmoqdamiz. Yaxshi pas, udarni, qani gol, davay, yaxshi. 20-minutda biz bitta golni urishga muvaffaq bo'ldik. Birinchi taym tugashiga ham oz qoldi va ular hujumda bizning himoyamizni yorib, uzoq masofadan gol urmoqda. Lilning yarim himoyachisi shunday gol urishga muvaffaq bo'ldi. Birinchi taymni ham bir amallab o'tkazib oldik. Ikkinchi taymning 77-daqiqasi biz hujumdamiz. Hujumkor o'yin va gol. Oddiy gol 2-1. Bu o'yinda ham deyarli yutdik hisob. 83-minut ketmoqda. Yana hujumkor o'yin va yana bitta gol. 3-1 va raqib jamoa chiqib ketmoqda. Do'stlar, hozirchalik 3-o'rindamiz. Yana ikkita o'yinni yutsak, 2-o'rin bo'lamiz. Agarda hozir yutqazib qo'ysak, 3-o'yinda qolamiz. Lyon avvalgi o'yinlarda Lyonga qarshi yutqazib qo'ygan edim. Bu o'yinda qanday bo'lar ekan endi? Lyonga qarshi yana yutqazib qo'ymasam bo'ldi. Davay, harakat qilaman, harakat. Oy do'stlar, hali nechidir soniyalar o'tmay hujumga o'tib ketdik va bu o'yinni qaranglar. Bu o'yinda 5-minutdan biz birinchi golni raqib jamoaga kiritmoqdamiz. Va Lyon jamoasi bizga qarshi corner kick ishlab oldi va kallada bizning varatamizni teshib qo'ymoqda. Senegallik futbolchi. 2-2, 74-daqiqa. Har ikkala jamoa ham chiroyli o'yin ko'rsatmoqda va Lyon jamoasi bizga qarshi o'z hujumini amalga oshirdi va yana kallada suqib qo'ydi. Fofana, belgiyalik futbolchi. 3-2 bo'ldi va o'yin tugadi. Biz 3-2 yutqazdik. Shu oxirgi imkoniyat edi. Imkoniyatdan yaxshi foydalana olmadik. Mayli do'stlar, like bosaylik. Xatiyab 3-o'rin bo'ldik-ku. Mayli do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.